Mana shu videoni diskasi Karmital, Vosen, qanaqadir aliment diskali mashinasi bor tanishlaringiz yorib qo'yasizlar. Nimagaki ko'p aliment diskaga gaykalari yopishib ketadi, yechilmay. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana shunaqa holatga kalit o'tib ketgan. Bu yo'lda qolsanglar, umuman yechishda iloj bo'lmaydi. Buni yechishni zo'r, oson yechimini ko'rsataman. Mana bittasini yechib oldim. O'zi gayka 17 bo'ladi, balonni ko'lichi 17 da ochiladi. Buni qanday ochish mumkin? Ko'plar avtogen bilan qizdiradi yoki drel bilan teshadi tokirga, yo'q. Buni eng zo'r yechimi 16 galovka olasizlar. Mana 16 galovkani molotok bilan yaxshilab qoqib yechib olsanglar bo'ladi. Mana bittasini biz yechib oldik. Xuddi mana shu tarzda qiynalmasdan akkuratni, faqat galovka burrak bo'ladi. Necha 15-20 ming so'm turadi. Bu videoni srochni tarqatamiz va kommentariyaga kimga shunaqa holat bo'lgan yozib qo'yamiz.